Yaponiyada yer ostida yashaydigan yemronqoziq odamlar haqida eshitganmisiz? Hozir sizlarga shu haqida aytib beraman. Biz bilan birga ishlaydigan bir yapon qiz hozir menga juda ham bir qiziqarli gapni aytib berdi. Ya'ni umrim yer ostida o'tib ketyapti degan ma'noda. Shuni kameraga gapirib ber desam, yo'q, uyalaman deb gapirib bermadi. Keling sizga mana shuni o'zim tushuntirib beraman. Xullas, mana shu metroning kirish eshigi, mana bu biz ishlaydigan kompaniya. Ko'rib turganingizdek, bu bir-biriga ulanib ketgan. U qiz aytayaptiki, oxirgi 2 yildan beri umrim yer ostida o'tib ketdi deydi. Nimaga desam, u yashaydigan o'sha ko'p qavatli uy ham o'sha metroning kirish eshigi oldida ekan. Ertalab turib o'sha metroga kirib, yerda ostidan ishga keladi va o'sha yerda ostidan kompaniyaga, ishxonaga kirib ketadi. Qaytishda kechqurun yana xuddi shu holat, yerda ostiga kirib, yana yerda ostidan o'zini uyiga kirib ketadi. Shanba, yakshanba kunlari yolg'iz yashaganligi uchun aylanishlarga ko'chaga deyarli chiqmas ekan. Uyda uxlab umrim o'tadi. Mana shuni oqibatida juda ham ko'p bir stressga tushib qolyapman degan ma'noda gapirib berdi. Xullas, Yaponiyada juda ko'p kompaniyada ishlaydigan xodimlarning umri deyarli shunday o'tib ketadi. Yaponiyada metro poyezd tizimlari shu darajada chiroyli yo'lga qo'yilganki, har bitta ishxonaning oldida, har bitta yashaydigan ko'p qavatli uylarning oldida metro eshiklarini topishingiz mumkin. Yaponiya mashinalar harakatlanadigan davlat emas, metro va poyezdlarda harakatlanadigan davlat hisoblanadi. Bu bir tomondan juda ham qulay bo'lishi mumkin, ikkinchi tomondan Yaponiyada ishlayotgan juda ko'p kompaniya xodimlarini stressga solib qo'yadi. Mana shunday xuddi robotlardek ishlab stresslarda yurishadi. Yaponiyada juda ko'p xodimlar o'zlarini umrim yer ostida o'tib ketyapti, xuddi yemronqoziqqa o'xshayman deb aytishadi. Shunaqa gaplar, salomat bo'ling.